Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan spina bifida kasalligi haqida gaplashamiz. Spina bifida kasalligi bu tug'ma kasallik hisoblanadi. Homiladorlik vaqtida nerv nayning yaxshi bitmay qolish hisobi yuzaga keladigan kasallik hisoblanadi. Statistikasi har xil davlatlarda har xil. O'rtacha 3000 ta tug'ilgan chaqaloqqa bittaga to'g'ri keladi spina bifida bilan tug'ilish. Spina bifidaning asosiy sabablari hozirgacha to'liq o'rganilmagan. Birinchi asosiy sababi bu homiladorlik vaqtida ona organizmida folviy kislota yetishmovchilik hisobiga deb qaraladi. Undan keyingi sabablari genetik, keyin ona organizmidagi har xil qo'shimcha kasalliklar, diabet kasalligi, ortiqcha vaznlik. Spina bifidaning asosiy turlari bor. Asosiy ikkita turi bor. Birinchisi spina bifida occulta. Bu turi yashin holatda bo'ladi. Buni bolani tug'ilganda orqa tomonda hech qanaqa shishkalar bo'lmaydi yoki tashqi tomondan defekt kuzatilmaydi. Nevrologik statusda juda ham yaxshi bo'ladi. Yashin holatda bo'ladi. Buni juda ham ko'p holatda onalar sezmaydi. Ikkinchi turi aperta turi. Aperta turi ko'zga ko'rinadigan bolani orqa tomonida umurtqasi bo'ylab tekshirilganda bolani orqa tomonida shishkalar bo'ladi. Apertani o'z navbatida ikkita turga bo'linadi. Meningoselli, milomeningoselli. Meningosellida o'sha biz tug'ilganda hosil bo'lgan shishkani ichida, qopchani ichida suyuqlik bo'ladi, ya'ni likvor suyuqligi bo'ladi, miya suyuqligi va duramater bo'ladi. Milomeningosellida bo'lsa orqa miya o'z pozitsiyasidan ajralib qopchani ichida saqlangan bo'ladi. Bularni davolasi faqat operativ yo'l bilan davolanadi. Bu yerda bitta narsani aytmoqchi edim. Birinchi turi spina bifida occulta turi yashin holatda bo'ladi, lekin buni stigmalaridan, bolani oyoqdagi simmetriyalar buzilishidan aniqlasa bo'ladi. Agar yangi tug'ilgan chaqaloqlarda orqasida, bel sohasida, ikkita dumbasining o'rtasida teshikchalar paydo bo'lsa yoki soch, bular stigmaga kiradi, sochlar chiqishi, bitta joyda sochlar quyuq chiqishi bo'lsa, zudlik bilan neyroxirurg kuzatuviga yoki neyroxirurg konsultatsiyasiga borish kerak. Bu spina bifida occulta yashin turi bo'lishi mumkin. Homilador ayollarga qisqacha maslahatim, farzandlaringiz sog'lom tug'ilishi uchun, ya'ni spina bifidasiz tug'ilishi uchun homiladorlik vaqtida muntazam folviy-kislota ichish kerak. Bu juda ham muhim ahamiyatga ega. Folviy-kislota ichish kerak va organizmga e'tibor berish kerak, umumiy sog'liqqa.